Assalomu alaykum parranda ishbozlari. Bugun 18 yanvar hafta kuniga yakshanba. Biz Namangan Ramaka qush bozoridamiz. Do'stlar, kanalga obuna bo'lmaganlar kanalga obuna bo'lib, videolarga like bosib, fikrlaringizni kommentariyada yozib ketaverasizlar. Urvashto parrandalar ko'rsatib boraveramiz. Bular ko'ramiz, bir 800 ming so'm xazina kam bor ekan. Yanımız 500 ming so'm kami bor. Bunaqa xo'rozimiz ham 800 ming so'm ozgina kam bor ekan. Makellarimiz 500 ming so'mdan kam bor. Makellar bunga yaqinlashib bu xo'rozimiz 700 ming so'm ozgina kam bor ekan. Makellarimiz 300 ming so'mdan kam bor deyishyapti. Buni ustida nech qo'yamiz? Bu xo'rozimiz 350 ming so'm kami bor ekan. Ucuca xo'rozimiz 1 million so'm ozgina kam bor ekan. Ganiga shamoy ekan. Ucuca xo'roz aprelda chiqqan xo'roz ekan. 1 million so'm ozgina kam bor. Chiroyli narsa ekan. Bu horozlarımız 150 ming so'mdan kam bor deyishyapti. Neç milyona ya? Makellarimiz 130 ming so'mdan kami bor ekan. Taşak horozlarimiz 150 ming so'mdan 100 minggacha ekan. Makellarimiz 130 ming so'mdan kam bor ekan. O'zimizda xonaki tovuqlar. İndiklerimiz 500 ming so'mdan xazinadan kamaytirib beramiz deyishyapti. Hammasi xo'roz. Xo'roz indiklar. 500 ming so'mdan xazinadan kami bor. Bittalar 6 kilovesi bor ekan. Bu xo'rozimiz 8 ming so'm ozgina kam bor ekan. Zoti karisdan chiqqan ekan. 8 ming so'm ozgina kami bor. Jo'ja xo'rozmi bu? Jo'ja xo'roz ekan. Martda chiqqan xo'rozimiz. Bu jo'ja xo'rozimiz 1,5 million so'm kam bor ekan. Mayda chiqqan xo'rozimiz mana jo'ja xo'roz 1,5 million so'm ozgina kam bor. Bu do'kon xo'rozimiz 1,5 million so'm ozgina kam bor ekan. Xo'rozimiz tulak xo'roz ekan, zoti shamo ekan. 1,5 million so'm ozgina kam bor. Assalomu alaykum. Bu xo'rozimiz 800 ming so'm ozgina kam bor ekan. Shamodan chiqqan ekan, zoti kech xo'roz ekan. Makiyani bilan 2,5 million so'm ozgina kam bor ekan. Zoti azyal degan zotdan ekan. Jo'ja xo'roz ekan. Mayski ekan, mayda chiqqan. Makiyani bilan 2,5 million so'm ozgina kam bor. Saldırı 91'lik.
345 1123 ga telefon qilaverasizlar. Kim shunaqa biroz kerak bo'lsa. Bitta xo'rozlar. Bu xo'rozimiz 800 ming so'm kam bor ekan. Makiyani qancha? Makiyani 150 ming so'm, 130 ming so'mga berishar ekan. 150 xo'rozimizni 150 ming so'mga berib berishar ekan. Bu xo'rozimiz 850 ming so'm, makiyani ham 850 ming so'm kam bor ekan. Tovuqlarimiz 150 ming so'mdan kam bor ekan. Ya bunga qarab tur deb ketganman. Hech beraman o'zi qo'yib. Cer xo'rozlarimiz 400 ming so'mdan kam bor. Makiylar 200 ming so'mdan kam bor. Bu xo'rozimiz 250 ming so'm kam bor ekan, makiylar 200 ming so'mdan kam bor. Bular ham shunaqa 200 ming so'mdan xo'rozi, makiyllari 150 ming so'm. Ama meni ko'rganingiz islomda rahmat aytasiz. Muramur tovuqlarimiz 1 million 100 ming so'm kami bor ekan. 5 ta makan, bitta xo'roz bor. 1 million 100 ming so'm. Makanlarimiz 150 ming so'mdan kam bor ekan. O'zingiz tushunib, buni qilib turing. Aqlli bo'lish shart emas. O'zingiz bilan. Bu makanlarimiz 140 ming so'mdan kam bor ekan, xo'rozlarimiz 150 ming so'mdan kami bor ekan. Makanlar qanchada? Makanlarimiz 150 ming so'mdan kam bor ekan. Xo'rozchi? 200 ming so'm ekan xo'rozimiz. Kami bor ekan. Tashab turing. Bu tarafdan da baliq bozori. Balıqlar satışır ekan. Mana. Anne, mana. Shunaqa boshli to'shbaqa. Kichkinaligim qaraga. Toshbaqa ham bor ekan. Mana bu akvaryum ichidagi olasizlar reklama. Sen belada bo'libdi, akvaryum ichida. Suvni. Ashnaqadami? Bitta bog'lab. Turli tuman balıqlar. Bu balıqlarımızın donası 15 ming so'mdan ekan bulari. Bulari 80 ming so'mdan ekan. Donaga sotilar ekan. Taraftan onu bağladı. Dişlerden sotilar ekan. Bu balıqlarımız donası 25 ming so'mdan ekan. Tekidan qarab. Hamma turgan bor ekan. Dile 10 ming. Ya Jober 10 ming guppe. Shunday. Chiqaymi?